Agar mana shu narsani qilmasangiz bo'ldi, siz yeb qo'yasiz, qo'pol qilib ketsa, pulingizdan ayrilishingiz mumkin yoki noxush bir muammolarga uchrashni boshlaysiz. Sizda bitta huquqingiz bor, shuni eslatib qo'ymoqchiman. Telefonni shappa o'chirib turib, shappa o'chiring, gapirmang, gaplashmang, uni savollariga javob bermang. Siz o'chirib qo'yish huquqiga egasiz. Yana telefon qilsa, yana o'chirib qo'ying, blokka tiqib qo'yasiz. 1. Ikkinchi qiladigan ishingiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, hurmatli kanalim obunachilari. Bugun sizlar bilan dolzarb mavzu firibgarlik bo'yicha gaplashib olamiz. Ya'ni firibgarlar telefon qilsa yoki Telegramdan chiqsa, ularni masalan firibgarligini bilamiz yoki qanaqandir bir nima shubha tuyulsa, birinchi qiladigan ishingizni aytaman sizga. Agar mana shu narsani qilmasangiz bo'ldi, siz yeb qo'yasiz, qo'pol qilib ketsa. Ya'ni pulingizdan ayrilishingiz mumkin yoki qanaqandir noxush bir muammolarga uchrashni boshlaysiz. Hamma aytadi, firibgarlar nima qilish kerak, bunaqa qilish kerak, 5-6 ta uslublarni sanab berishadi. Men bor yo'q 2 ta donagina aytaman. Birinchi sizga telefon qilib, kimda kim bank xodimiman yoki klik xodimiman, boshqa xodimman, siz 100 million kredit yutib oldingiz, sizga 100 million kredit affonat qilib bermoqchimiz deb telefon qilsa, sizda bitta huquqingiz bor, shuni eslatib qo'ymoqchiman. Telefonni shappa o'chirib turib, shappa o'chiring, gapirmang, gaplashmang, uni savollariga javob bermang. Siz o'chirib qo'yish huquqiga egasiz. Yana telefon qilsa, yana o'chirib qo'ying, blokka tiqib qo'yasiz. 1. Ikkinchi qiladigan ishingiz. O'sha bankka, klikka kirib, u yerda telefoni bo'ladi, nomeri. Masalan, Hamkor bank deyish mumkin, masalan, TBC bank ham deyish mumkin. Kirib turib o'sha bankka telefon qiling. Agar kech bo'lgan bo'lsa, ertasi kuni telefon qiling. Shoshilmang. Kechqurun telefon qilmaydi o'zi bankdan, bilasizlar, 6 gacha ishlash. 6 dan keyin hech kim ishlamaydi u yerda. Shuni sirazi aql miyaga yetib borish kerak. Ko'p gaplashish kerak emas. Sirazi telefon qilingda, sizda rostdan mana shunaqa kredit aksiyasi bo'lyaptimi yoki sizda mana shunaqa xizmatlaringiz bormi? Menga hozir shundan telefon qilishdi desa, ular sizga ochiq-oydin aytadi. 1. Ya'ni telefonni qo'yib qo'yish va qayta o'sha tashkilot telefonini toptirib qo'ng'iroq qilish. 1. Ikkinchisi, hozir ya'ni sun'iy intellekt orqali qiladigan mashinistlar juda ko'payib ketdi. Agar sizga telefon qilsa-da, sizni qanaqandir yaqin qarindoshingiz, ota-onangiz yoki farzandlaringiz bittasi telefon qilib, "Men boshqasi nomerdan telefon qildim, menga mana shunaqa noxush holat bo'ldi, menga tez pul o'tkazib yuboring" deydigan bo'lsa, unda ham qo'yasiz telefonni. Tushunarli? Telefonni qo'ying. Qo'yib qo'ying telefonni. Qizilni bosasiz va o'sha qarindoshingizni telefon nomerini bilasiz-ku, o'shanga telefon qiling. Chap etib o'zingizdan o'zingiz nimalardir hal qilib yormang. Endi Telegram orqali keladiganlarga, men shu paytgacha hech qachon Telegram orqali kredit taklif qiladigan bank ko'rganim yo'q. Telegram orqali kimdir sizga kredit taklif qiladigan bo'lsa, bo'ldi, qo'ying. O'chirib tashlang uni. Gaplashmang. Nima uchun bunaqa qilishimiz kerak? Nima uchun bilan gaplashib bo'lmaydi? Bilaman, siz aqlli bo'lishingiz mumkin. Siz o'sha mashinniklarni yorib tashlayman hozir deb aytishingiz mumkin. Chunki menda bo'lganda bu holat. O'shaning uchun sizlarga aytib qo'yaman. Agar siz ular bilan ko'proq gaplashadigan bo'lsangiz, agar siz soddaroq odam bo'ladigan bo'lsangiz, ularni har xil psixologik metodlari bor, sizga o'sha ishontiradigan har xil usullarni qo'llashi mumkin. 1. Ikkinchidan, siz har bitta gapirayotgan gaplaringiz ularda yozib borilishi mumkin va sizni ohangingiz, sizni gaplaringiz, sizni gaplashish maneringizga qarab turib sun'iy intellekt olib, siz orqali gapirishi mumkin va sizdan foydalanib boshqasiga firibgarlik qilishi mumkin. Yaqin qarindoshingizga yoki boshqasiga. O'shaning uchun kategoritski X bo'ldi. Qizilni bosasiz, o'chirib qo'yasiz. Eng ishonchli va eng effekt beradigan uslub shu bo'ladi. Qolgani kerak emas.
Yana bitta narsa, agar siz baribir gaplashib qo'ydingizda, pulingizni masalan kartangizdan yechib oldi yoki nimadir bo'ldi, birinchi qiladigan narsangiz bu o'sha bank, kartangiz joylashgan bankdan yoki o'sha kredit, sizni nomingizga olib qo'ygan kredit olingan bankka xavfsizlik xizmati bo'ladi, har bitta bankka, o'shanga murojaat qilishingiz mumkin ariza bilan. Или telefon qilishingiz kerak. Tushunarli? Ishonch telefoni bor. Telefon qiling endi, ertasi kuni indiniga emas, o'sha zahot telefon qiling, ayting, hozir mana shunaqa firibgarlar uchradi, yechib olishdi. Shu bo'yicha demak, chargeback, cashbackmi, yo'q, cashback emas, chargebackmi, shunaqa degan narsasi bor. O'sha narsa bo'yicha harakatlanib, balki issig'ida olib borish mumkindir. Men hozir aniq bilmayman, shunaqalar olib boradi boshqasini. Lekin eng birinchi o'rinda demak o'sha bankingizni, o'sha kredit olingan bank yoki moshenniство qilib kartangizdan yechib olgan bo'lsa, qaysi bankka tegishli bo'lsa o'sha karta, o'sha bankka xavfsizlik xizmatiga telefon qilish kerak. Va xavfsizlik xizmatidan balki issig'ida uni o'tgan tranzaksiyani orqaga qaytarish imkoniyati bordir. Keyin ichki ishlarga murojaat qilasiz. Kiber xavfsizlikga aniq tashkilot bor, ichki ishlarda bo'limi, boshqarmasi bor va bitta narsani to'g'ri tushunish kerak, agar buni issig'ida hal qilmasa, juda katta ehtimol bilan u jinoyat sodir qilgan insonlarni topish qiyinlashib qoladi. Buni topishni deyarli iloji yo'q, chunki u yer yuzini boshqa tochkasi, boshqa o'sha mintaqasidan turib sizga firibgarlik qilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni sizni pulingiz o'tib ketgandan keyin u yana 5-6 ta tranzaksiya bo'lib, 5-6 ta shotlarga tushib, keyin orqasidan topa olmay qolishingiz mumkin. O'shaning uchun shu narsani maslahatini beraman. Hamma o'ziga ehtiyot bo'lsin. Muammolardan yiroq yuringlar va bu video sizga qanaqandir foyda keltirgan bo'lsa, like bosib qo'ying va do'stlaringizga ulashib qo'ying. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana videolarda ko'rishamiz.